Assalomu alaykum. Kecha Stokgolmda bir samarqandlik akamiz, keyin andijonlik akamizni to'ylarida xizmat qildik, ya'ni quda bo'lishdi. Men endi shunaqa xorijdagi o'zbek to'ylarida, ya'ni xorijdagi deganim Stokgolmda o'zbek to'ylariga borsam, xizmat qilsam, ko'proq shu munosabatlarga qarayman, endi sinchkovlik bilan. Va shu narsaga amin bo'ldimki, oilada erkak kishi hurmat qilinsa, qanaqa chiroyli bo'lishini, qanaqa chiroyli ko'rinishini chetdan yana bir bora amin bo'ldim. Isbotlab berishdi, ko'rsatib berishdi. Endi andijonlik akalar kelin tomon bo'lgani uchun ular ko'proq shu mehmon sifatida ko'proq izzatda bo'lishdi. Samarqandlik, ya'ni o'sha quda bo'lgan odamlar xizmat qilib, mezbonlik qilib, yugur-yugurlar shu yumushlar bilan band bo'lishdi va shu orada, shu asnoda kuzatib o'tirdim. Ya'ni er-xotinning munosabati. Va o'sha kelinoyimiz, samarqandlik kelinoyimiz juda ham kuyincha ekanlar, yelib yugurib xizmat qilib, mehmonlarga qarab, o'sha tashkiliy masalalarda yelib yugurib xizmat qilib yuribdilar-yu, lekin qaror qabul qilinadigan mahal bo'ladi-yu. Mana bilasizlar, qaror qabul qilinadigan mahalda ikkala ko'zlari xo'jayinlarda. Ikkala ko'zlar xo'jayinlarda, e'tiborlari ham xo'jayinlarda. Va mana shu hurmat, mana shu samimiyat juda ham chiroyli ko'rinar ekan chetdan. Men har doim gapiraman o'zbek ayollar haqida, oilamiz haqida, ya'ni oilalar, qadriyatlar. To'yga borsam ham boshlovchilik qilgan paytimda ko'proq shu narsalarga urg'u beraman va amin bo'ldimki, baribir millatimizda tarbiya yaxshi. O'zbekona qadriyat, milliyat, er-xotin munosabatlari, farzandlar. To'g'ri, internetda 5-6 ta tarbiyasiz, farosatsizlik bo'lishi mumkin, lekin baribir bu umumiy manzarani ochib bermaydi. Umumiy manzara o'zbeklarimiz, tarbiyamiz juda yaxshi. Ko'z tegmasin. Boringlarga shukr.